Xo'p, demak, biz faqat kamchiliklar haqida gapirmoqchi emasmiz. O'zimizni o'sha islohotlar bo'yicha fikrlarimizni ham bildiramiz. Qo'limda imtiyozli transport kartasi turibdi. Boshqa kartalardan farqli jihati buni rangi qizil rangda ekan va bu juda ham yaxshi islohot bo'ldi deb o'ylaymiz. Ayniqsa o'sha foydalanayotganda bemalol hamma uchun qo'yilgan narsadan teng ravishda foydalanishimiz mumkin. Endi bu yerda ham faqat kichikkinagina ayrim muammolar bor. Buni ham ozgina o'ylashimiz kerak. Ya'ni ko'rib turibmiz, mana detektor, o'sha yo'l haqqini ato karta yordamida to'laydigan detektor. Bunga biza o'zi qoidasi bo'yicha bir marta teg'izdik, mana to'lovni amalga oshirdi karta. Lekin ko'rish bo'yicha nogironligi bor odamlar yonida yetaklovchi bilan, ya'ni kuzatuvchi bilan yuradi. Ikkita odam uchun haq to'lashimiz kerak. Yana bir marta teg'izsak bizaga zboy, ya'ni отказ beryapti, ya'ni to'lovni qabul qilmayapti. Qoidasi bo'yicha bu adashmasam 20 daqiqadan keyin buni biza yana ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik konduktorlar yoki o'sha shofyorlar bilmayapti, bir martagina teg'izsa kifoya qilishini. Aslida o'sha bir marta teg'izsangiz ham yetarli, lekin konduktorlar o'sha xabardorlik darajasi past bo'lgani uchun yana bitta teg'izishing kerak, bu deyishyapti. Yana bir marta teg'izsak, keyin zboy berib, xato berganda o'sha yerda kichkina ixtilofli kelib chiqyapti. Bu ham bir munosabat to'sig'i, ya'ni konduktorlarni va shofyorlarni nogironligi bo'lgan odamlar bilan to'g'ri muomala, to'g'ri kommunikatsiya qilish bo'yicha ularga nima deydi, o'rgatishimiz kerak, treninglar o'tishimiz kerak, balki biz tayyormiz va mana shu qoidalar, islohotlarni ishlab chiqilganda oxirigacha, ya'ni bir marta teg'izsa kifoya qilishini tushuntirishimiz kerak ularga.